Ko'pchiligimiz atrofimizda umuman badiiy kitob o'qimagan yaqinlarimiz, do'stlarimiz bor. Ular shu kitob haqidagi videolarni ko'rishadi, turli gaplarni eshitishadi, kitob o'qigisi kelib qoladi va birdaniga o'tgan kunlar yoki Temur tuzuklari shunaqa singari kitoblarni o'qishni jazm qilishadi. Bu haqda so'rab ham qolishadi. Shu kitobdan boshlamoqchiman, nima deysan deb. Men shularga doimiy ravishda maslahat beramanki, agar siz shu paytgacha badiiy kitob o'qimagan bo'lsangiz, hech qachon kitob o'qishni biron bir qissa yoki romandan boshlamang. Iloji boricha qisqa hikoyalar jamlangan kitobni o'qish maqsadga muvofiq. Va bu borada eng yaxshi tanlov qaysi deb so'raydigan bo'lsa, men aytgan bo'lardim. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobi juda ham yaxshi. Shu birinchi kitob o'qishni boshlaydigan odam uchun, chunki undagi aksar hikoyalar qisqa yozilgan va birinchi marta kitob o'qiyotgan odam uchun o'sha o'qiyotgan voqeasini tezroq tugashi muhim bo'ladi. Xuddiki mana multfilmlar, mana bolalar uchun chiqariladigan multfilmlar tez tugaydi-ku, xuddi shunaqa bo'ladi. Boshida ko'nikmalar uchun agar shu Daftar hoshiyasidagi bitiklarni o'qigandan keyingi qadam Abdulla Qahhorning hikoyalari bo'lsa, undan keyin Shukur Xolmirzayevning hikoyalarini o'qisa, undan keyin o'zi xohlagan shaklda qissa yoki romanlarga o'tishi mumkin bo'ladi.